Bugun 10 fevral. 10 fevral. Bodringchalar noichasi bir qator olindi. Pomidor buttalarini qo'pardik. Pomidor buttasini qo'pargan paytga ildiziga nematoda bor ekan pomidorni. Nematoda. Endi nematoda bor. Dalshi ko'ramiz. Nima bo'ladi? Bu yoq hammasi xudodan. Chunki bu bodringga juda ham tez ta'sir qiladi. Nematoda. Hammasiga yo'q, lekin ayrim pomidorlarga bor. Ayrimiga. Hammasiga mana bunga ham bor. Tushunadigan dehqonlar ildizga bir qaragandan biladi. Tushunmaydiganlar uchun kartoshkani ildizda bo'rtib chiqadigan narsa. Mana ildizga. Mana shu narsa nematoda. Nematoda deydi. Hozircha bodringchalar yaxshi. Biologik choralar ko'rilgan, emlashlar qilingan. Biologik agar bo'lmayversa, ximikatdan foydalanamiz. Hozircha yaxshi ketyapti. Qurilganiga bugun 15 yanvarga qurilgan bo'lsa, bugun 10 fevral. Bugun pomidor bor uchun ichaga ola olmadik. Ozuqadan ham tortib turdik. Ozgina magniy yetishmovchiligi bor. Xudo xolasa bodring hosilga kirgancha, hosilni tergancha qo'yib boraman. Videosini ham o'zim uchun darslik. Nimalardan foydalanaman, nimalar beramiz. Hammasini qo'yib boraman.